Bir kunda blogingizni o'zgartiradigan 3 ta narsa. Birinchisi auditoriya. Agar siz kimga gapirayotganingizni va qanaqa auditoriyaga gapirmoqchi ekanligingizni aniqlab olmasangiz, sizga profilingizga sotib olmaydigan odamlar yig'iladi. Har doim kontent yig'ishdan oldin o'zi menga qanaqa auditoriya kerak va ular menda nimani ko'rishni xohlagan bo'lardi degan savolni bering o'zingizga. Sizga yoqqanini emas, siz xohlagan auditoriyaga yoqadigan kontentni tayyorlang. Ikkinchisi ovoz yoki sizni ajratib turadigan fishkangiz. Sizni hech kim eslamayaptimi? Chunki siz o'zingiz haqingizda qanaqa gapirishni bilmayapsiz. Agar sizni blogingizda na ovoz, na o'zgacha ko'rinish yoki ajratib turadigan fishka sezilmasa, sizni hech kim eslamaydi. Hech bo'lmasa post yoki reelslaringizdan odamlar qanaqadir emotsiya his qilsin. Masalan, mehr, rahm, jahl yoki entikish. To'g'ri-da, siz ham masalan yoshligingizda qaysi o'qituvchini eslaysiz desa, nervni, jahldor, to есть sizda emotsiya qoldirgan o'qituvchingizni eslab qolgansiz, to'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri deb yozib qoldiringlar. Blogingizni bir kunda o'zgartiradigan 3-chi eng asosiy fishkani esa men Insta aktiv marafonimda o'rgataman. Aynan 6-kungi darsida. Nafaqat o'sha maxsus sxema, balki Instagram nastroykalari, mobilografiya, stories making sirlari, blogga tezroq boshlatadigan eng zo'r motivatsiyalar, sun'iy intellekt va vizual darslarni ham o'rganasiz. Sizda 24 ga 7 kurator va shaxsan o'zimni nazoratimiz bo'ladi. Marafon davomida hamma savollaringizga javob olasizlar. Start 14-dekabrda. Marafon narxi 950 ming so'm. Lekin birinchi bo'lib joy egallagan 20 o'quvchiga bor yo'g'i 349 ming so'm. Hozirroq joyingizni egallash uchun aktiv so'zini yozib qoldiring.